Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga qanday qilib eslab qolgan narsangizni uzoq muddatga eslab qolish mumkinligini tushuntirib beraman. Xotira qanday ishlaydi? Qanday qilib qisqa muddatli xotiradan uzoq muddatli xotiraga ma'lumot o'tish haqida gaplashamiz. Bu video juda ham foydali bo'ladi. Nimadir o'rganayotgan insonlar uchun, xususan talabalar, boshqa kasb egalari, nimadir yangilik o'rganmoqchi bo'lsangiz, nimadir integratsiya qilmoqchi bo'lsangiz ish jarayoningizga va hokazo. Xo'p, demak, endi qarang. Mana shu narsani xotira deb olsak, mana shu yumaloq xotira deb olsak, xotira ikkita qatlamdan iborat. Shartli ravishda. Birinchisi qisqa muddatli xotira. Ikkinchisi uzoq muddatli xotira. Uzoq muddatli xotira, ya'ni uzoq muddatli xotira. Umid qilib. Qaranglar, endi masala nimada? Qisqa muddatli xotira nima? Qisqa muddatli xotira bu shunaqa xususiyatki, biz xotiramiz shunaqa xususiyatki, misol uchun men raqamni aytdim, kimdir raqamini aytdim, tam 91lik bir bola deylik. Siz uni eslab qoldingiz. Raqam tam chiroyli 77, 55 bir narsa bo'lmasa, oddiy raqam bo'lsa, katta ehtimol bilan siz uni eslab qola olasiz, bitta raqamni, lekin 5-10 minutdan keyin qaysidir qismi o'chib ketadi. Ya'ni qisqa muddatli xotiraga nimadir yozish juda ham oson. Juda ham oson. Mana shu hozir 9 ta raqam yozsam, bitta qarasanglar bo'ldi. 1 sekund vaqtingiz ketadi, eslab qola olasiz. Lekin muayyan vaqtdan keyin 1 soatga bormaydi, yarim soat, 10 minutdan keyin уже o'chib ketgan bo'ladi. Endi uzoq muddatli xotira bu bizni hayotiy jarayonlarimiz. Ya'ni yoshligingizda bo'lgan siz bilan narsa, tilingiz misol uchun, o'rgangan nimadiringiz va hokazo, hamma narsa uzoq muddatli xotirada saqlanadi. Uzoq muddatli xotira ham, qisqa muddatli xotira ham bitta xotirani o'zi funksiyalari. Bunisi boshqa. Endi masala nimada? Masala shundaki, har qanaqa o'rganayotgan narsangiz qisqa muddatli xotiradan uzoq muddatli xotiraga o'tadi vaqti kelib. Faqat buning uchun nima kerak? Takrorlash kerak. Bu narsani juda ham yaxshi bilamiz. Ya'ni qanaqadir ma'lumotni takrorlasak, bizni o'sha ma'lumotimiz qisqa muddatli xotiraga uzoq muddatli xotiradan o'tadi. Endi qanday qilib shu prosessni osonlashtirish mumkin? Men sizlarga bir nechta usullarni aytib o'taman, qanday qilib bu jarayonni biz osonlashtirsak bo'ladi, qisqartirsak bo'ladi. Birinchisi va eng asosiysi bu uyquni yaxshilash. Men bu narsani ko'p gapirganman, shuning uchun bu yerga to'xtalib o'tmayman, shunchaki aytib qo'yaman. Mana shu jarayon uyqu paytida bo'ladi. Ya'ni qisqa muddatlidan uzoq muddatliga o'tish uyqu paytida bo'ladi. Bu narsani konsolidatsiya pamyati deydi. Ya'ni xotira konsolidatsiyasi. Ya'ni siz kun bo'yi o'rgangan narsangizni qanaqadir joylab, taxlab, shu kutubxona qilib, majoziy ma'noda bizni uzoq muddatli xotiramizga miyamiz joylaydi. Shuning uchun uyqingiz buzilgan bo'lsa, kam uxlaysiz, yomon uxlaysiz, uyquga to'ymayotgan bo'lsangiz, hech qachon bu narsani takrorlamaymiz. Ikkinchi masala va juda ham muhim masala bu amalda bajarish. Har qanaqa o'rgangan narsangizni amalda bajarishga harakat qiling. Amalda bajarishga harakat qiling. Juda ham muhim amalda bajarib ko'rish. Nimanidir o'rgandingiz, qaysidir tilni, qaysidir so'zni, обязательно shu so'zni gapirib ko'ring, qanaqadir fraza tuzib ko'ring. O'sha so'zdan nimadir yasab ko'ring, ishlatib ko'ring, amalda bajarib ko'ring. Tushundingiz? Agar mabodo amalda bajarilmaydigan narsa bo'lsa, misol uchun deylik, biologiyadan qanaqadir bilimlarni qanday amalda bajaraman davroniki degan bo'lsangiz, bu narsani shunchaki aytib bering. O'qituvchi bo'lib amalda aytib berishga harakat qiling kimgadir. Xuddi siz aytib so'zlab beryapsiz-da va bu narsa sizning xotirangizda xudo xolis saqlanib qoladi. Uchinchi masala tasavvur ishlating. Tasavvur miyaning tili. Juda ham muhim narsa. Tasavvur juda ham muhim narsa. Har qanaqa eslab qolinayotgan narsani she'rmi, ma'lumotmi ko'zingiz oldiga keltiring. Misol uchun mana anekdotlar zo'r eslab qoladi, bilasizlarmi? Bitta anekdot aytib beraman, ishoning 10 yil eslaysiz. 10 yillar eslaysiz anekdotni. 10 yil, 20 yildan keyin ham shu anekdot esingizda bo'ladi. Qachondir kimdir aytsa, eshitganman deysiz. Nimaga? Chunki o'ta tasavvur kuchli. Ya'ni misol uchun Amir Temurni hayot haqida o'qiyapsiz. U qayergadir borgan, nimadir qilgan, nimadir yegan, qayerdadir bosib olgan. Mana shu jarayonni kino qilib xayolingizda chizing. Urushni ovozlarini, tovushlarini, qanaqadir ovqat haqida ma'lumot bo'lsa, uni hidini sezishga harakat qiling. Tasavvur qiling, tasavvuringizni boyintiring, maksimal ravishda triggerlanavering, maksimal ravishda bir-biriga bog'lang. Tasavvur haqida alohida videoim bor. O'sha men qistirib qo'yaman qayergadir yoki shu YouTube kanalimdan topsanglar bo'ladi. Tasavvur juda ham kuchli narsa. Eslab qolishda, misol uchun mana 3250 ta raqamni eslab qolib rossiyalik o'rdan o'rnatganman, to'g'rimi? 2 soat ichida. Bu ham aynan tasavvur orqali qilingan. Maxsus tizimli, hattoki raqamni ham tasavvur qilishni yo'lni ochib beradi, yo'l qo'yib beradi. Xuddi raqamni bilan siz boshqacha ko'rishni boshlaysiz. Buning uchun miyangizni o'rgatishingiz, miyangizni trenovka qildirishingiz kerak. Va asosiy masala tasavvur qilsangiz oson bo'ladi. Uzoq muddatli xotiraga nimanidir saqlash. Bittada saqlanadi uzoq muddatli xotiraga. Uzoq muddatli xotiraga. Misol uchun bunga hozir qaytamiz. Keling bitta narsa qilaylik. Mana men qo'limni ochdim. Qo'limda tasavvur qilinglar, qulpinay. Qulpinayni tasavvur qilib, qizil qulpinay katta faqat mana bunaqa qo'limda turibdi, tasavvur qiling. Bitta jiraf keldi, jiraf tepadan bunday boshi tushib turib yevordi. Tasavvur qiling. Qulpinay qo'limda
Jirafkaga yevordim. Bo'ldi, ketdik. Xo'p, nimaga bu narsani qilganim saltir aytaman. Qarang, endi 4-masala bu intervallar. Interval degani nima degani? Interval degani har qanaqa narsani eslab qolish uchun siz uni qayta takrorlashingiz shart. Faqat ha deb qayta takrorlanmasdan muayyan intervaldan so'ng qayta takrorlashingiz kerak. Qanday ishlaydi bu narsa? Bu quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Misol uchun men 20 ta xorijiy so'z eslab qoldim. Deylik. 20 ta xorijiy so'z eslab qoldim. 1 soatdan keyin men o'zimni tekshirib ko'raman. Ya'ni hali xorijiy so'zlarni qaytarib eslashga harakat qilib ko'raman. Ya'ni qaytarib o'tirmayman, eslab ko'raman birinchi. Eslab ko'rganimdan keyin qaytarib chiqaman. Keyin haligi so'zlarni plus minus bir 5-6 soatdan keyin yana bir marta takrorlasam bo'ladi. Keyin haligini plus minus bir 24 soatda, ya'ni 1 sutkada. Keyin haligini 3 kunda, 3-4 kunda, keyin haligini 1 haftada takrorlasam bo'ladi. 1 oy u yog'i. 1 oy. Bir oy уже mana shu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta qadam uzoq muddatli xotiraga sizga joylashtirib beradi. Intervallar har xil. Leitnerda misol uchun 5 ta interval ko'rsatib berilgan, kimdir 8 ta interval ishlatadi. Primерно mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni takrorlayman, sal turib yana takrorlayman, sal turib yana takrorlayman. Orada bo'ldi keyin. O 1 oydan keyin, ya'ni eng qizig'i mana Mamitgacha bir kun ichida 3-4 marta interval qilsalar. Faqat bitta masala, men bu narsani hech qachon unutmanglar. Nimanidir takrorlashdan oldin to'pa takrorlamaylik-da, birinchi eslashga harakat qiling. Nimaga unaqa qilish kerak, Davron aka? Nima muhim joyi bor bu narsani deydigan bo'lsangiz, sababi juda oddiy. Eslash bu xotiramizning alohida funksiyasi. Xotiraning 3 ta asosiy funksiyasi bor: saqlab qolish ma'lumotni, saqlab turish ma'lumotni va eslay olish ma'lumotni. 3 ta funksiya, ya'ni men bir narsani eslab qola olishim, bu saqlab qolish. Men o'sha narsani bir haftadan keyin aytib bera olishim, bu saqlab turish uzoq muddatda. Men o'sha narsani eslay olishim, любой paytda aytib berishim, bu eslash qobiliyati. Ya'ni ba'zida men nimanidir bilishim mumkin, lekin eslay olmasligim mumkin. Kimdir ismini deylik, qaysidir aktyor tilim uchida aylanyapti deydi, xuddi mana shu narsa bo'ladi. Endi mana shu eslash qobiliyati, aniqroq eslashga qilish harakatingiz miyangizda qanaqa bo'ladi? Miyangizda bunday bo'ladi. Siz eslashga harakat qilyapsiz har safar. Eslash uchun energiya ketyapti. O'zingiz bosim ostiga olib, tak nima edi deb eslayapsiz. Energiya ketishini hisobiga miyaga nagruzka bo'ladi. Miya mana bu eslash qobiliyatini kuchaytiradi. Nima yo'l bilan? Eslab qolishingizni mustahkamlash bilan. Ya'ni keyinchalik o'rgangan narsangiz ko'proq esingizda qolishi boshlaydi. Ko'proq esingizda qolishi boshlaydi. Va keyingi masala last but not least deydi, ya'ni oxirgisi, lekin mazmuni bo'yicha, muhimligi bo'yicha oxirgisi emas, bu insightlar, ya'ni ongli konspekt. Nima degani insight degani? Ongli konspekt degani har doim o'qish jarayonida qo'shimcha nimadir, mana biologiyada nimadir o'qiyapsiz, qanaqadir wow, misol uchun nimadir ko'payishi, gen berishi. Mana bunaqa ekanda degan qanaqadir fikrlar kerak, shu fikrlarni yozib oling. Qisqa sitata qilib, bo'lim qilib, polni kundalik yozib yurish shart emas. Prosta shug'ullanish kundaligiga o'xshagan narsa bo'ladi. Mana shu 5 ta masala, ya'ni uyqu, amaliyotda qo'llash, tasavvur qilish, interval takrorlash va ongli konspekt. Tasavvurga men alohida urg'u berib qo'yaman, sababi tasavvur xotiraga eng kuchli urg'u bergan narsa va eng kuchli narsa mana shu xotirada eslab qolishda. Misol uchun, qo'limda nima edi? Va qo'limda narsani kim yegan edi? Qulpinay va jiraf, to'g'rimi? Va hokazo. Xo'p, demak, mana shu 5 ta yo'l orqali siz o'zingiz uzoq muddatli xotirangizga qisqa muddatli xotiradan narsani o'tkazishingiz mumkin va uzoqroq muddatga eslab qolishingiz mumkin. Eng qizig'i bularni bajarish jarayonida sizda mana shu ko'nikma yana ham yaxshiroq shakllanadi va siz ko'proq va tezroq va sifatliroq eslab qolishni boshlaysiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Paka.